Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda metan narxi keskin ko'tarildi. O'zbekistonda 2025-yil oktyabr oyida oziq va nooziq hamda xizmatlar sohasida narxlarning yillik qanday o'zgargani ma'lum qilindi. Bu haqda Markaziy bank axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, shu oyda metanning yillik narxi keskin, ya'ni 30.5% ga ko'tarilgan. Shuningdek, benzin qiymati 11.7, nikoh uzugi bahosi 33.4, gazeta va jurnallar 15.3, sigaret 9.6% ga hamda tabiiy gullar 9.8% ga qimmatlagan. Bunga qaramasdan propan narxi 18% ga, konditsionerlar 1.3% ga, televizorlar 0.3% ga hamda qog'oz qiymati 3.9% ga tushgan. Bundan tashqari quyidagilar: ichki aviareyslar narxi 52.3% ga, tarmoq gazi 39.2% ga, sovuq suv 35.1% ga, muzey xizmatlari 32.3% ga, chiqindi tashlash 28.6% ga, suyultirilgan gaz 25% ga, shahar avtobusida yo'l haqi esa 22.3% ga oshgan. O'zbekistonda yillik inflyatsiya 7.8% ga tushib, o'tgan yilga nisbatan 2.4% ga punktga pasaygani xabar qilingandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistondagi avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida metan gaz narxi 5200 so'mga oshgandi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.